Zakashkim remonti ekonom qilib, lekin dizaynerda ekonom qilmagandi. O'z makondagi 37 kvadratlik kvartiramizga keldik. Bu yerda bizda prixojay, katta shkaf bo'tga joylashgan. Podvesnoy polshka qilganmiz, unaqa melish narsalarga. Bu yerda elektroshit bekitib qo'yganmiz. Kстати, bizda bu hamma joyda единый SPC. Bu yerda bizda kuxnya. Kстати, stoleshnica bilan fartuh bizda keramogranitdan qilingan. Narsalarni qo'yib, yuvib, bu yerda to'rab pishirsa bo'ladi. Bu yerda bizda обеденный zona. Ovqatlangandan keyin o'tirib, mana shu yerda dam olsa bo'ladi, televizor ko'rib. Keyin mehmonlar kelib qolsa, bizda bunaqa раскладной divanimiz bor. Shu yerda yotib qolsalar bo'ladi. Hamma narsa продуманный. Даже mehmon kelganda qayerda yotib qolishi ham joylari bor. Kichkina bo'lsa ham kvartira. Keyin bizda bunaqa katta, просторный, светлый sanuzelimiz bor. Zona хранения juda важный narsa. Shunga bizda 1, 2, 3 ta joyda zona хранения qilsa bo'ladi. Kстати, mana shunaqa dizaynerskiy решение qilib ketganmiz. Bu tarafdan nisha ishlatsa bo'ladi va bu tarafdan ham nishani ishlatsa bo'ladi. Keyin bizda bu yerda hozblok joylashgan. Стиральная mashina, ximiya turadi va keyingi xona bizda mana shunaqa spalniy. Bunaqa katta shkaf kupa. Video sizga yoqgan bo'lsa, o'z makonda turadigan tanishinglarga yuborib qo'yinglar.